xohlasa mana yo'lga tushdik. Ketdik. So'kishda eshitib ketyapman. Endi mayli endi. Aşağıga bolalarimiz ekanda. Oxiri ham tan oldingiz. Yıllar oxdi suvdek, har kim o'z yo'lini topdi. Mehnat bilan hayotda munosib o'rin olibdi. Şarbat içesizlar. Ayranmi? Ana, Sarvatjon ham chetda. Sizlar söylədiniz. Ayranmi nima ichadi ekan? Ya, nima için? Şerbetlerden içib olaylik. Quvarı şerbeti. Atomlar yaxshi, lekin mashina qattiq. Damazdan qattiq ekanmi? Shunaqaroq. Teysa damas. Sen gapirgan yo'q, qarab o'tirib. Yo'q da siz ovozingiz. Bola kechqurunga chiqadi. Zo'r hali. Quvaga yetib keldik. Turib, gapirib turib, kimga qarasam, Adiljon vaktel örbe, kafe delip çarçamaz. Ustalikdan om chiqarib mehnatdan hech qochmas. Zohirjon paynet ochib xalqqa xizmat qiladi. Halol rizqini terib umrini shod o'tkazadi. Ey suvdoshlar, qani bir jam bulaylik. O'tgan eski kunlarni yod etib kulib olaylik. Har kim har sohada mehnat qilsa ham do'stlik rishtalari uzilmas hech qachon. Ey do'stim, Akmaljon Xushbek, Zoirjon bozorlarda yurar. Halol savdo qilishib tirikchilik qilarlar. Asror qassob bo'lib el xizmatida doimo. Miroqil daryo bo'yida baliqovlar musaffo. Umidjonning ovozi yangrar to'yu bazmda. Qo'shiqlari qoldirar iz qalblarning qarida. Ey sinfdoshlar, qani bir jam bulaylik. O'tgan eski kunlarni yod etib kulib olaylik. Har kim har sohada mehnat qilsa ham do'stlik rishtalari uzilmas hech qachon. Ey do'stim, Jasurbek Hoji namazida yo'llar oshadi. Do'stlarini manzilga yetkazib dili toshadi. Hurmatga loyiq aziz, sevdoshlik mehridan. Yaxshimisizlar? Atmosfera deydimi? Dahshat. Dachalar qurtashadi taniqqa. Azaq cho'milyapmiz. Katta suv bor ekan. Bittayda tikon bor ekan. Tapchika kelib oldim. Yo'llar chang lekin.
sog'liq qolgan ekan mana. O'z gaplashing do'stim. Aka chiqaramanmi? Yo'q, stol u emas. Komissiya kelganda, Ha, bezilib, haydi. o'tirib olasiz aka. Yo'q, Nima? Siz stolni jicha oldiga surib o'tiring. Qani, sizlar? Buni pasayapti-da. Sizchi? Bo'ldi, sizlar foydasi. Bunisiga kim deb bo'lsa bo'ladi. Nega ketyapsizlar? Menimda o'ymaga. Xususiy pastga tushib olasanmi? Men o'tirib olaman. Omajon, yaxshi o'tiribsizmi? Mazax ketyapman men. Sarvarjon, Mazza qilyapti. vaqti zo'r. Umidjon, Karkidon suv ombori. Kusto komandasining suv osti tarqizishlari. Faqat chekkadan olmaz. Ham chekkadan yurib suv qanday boshqachami suv? Bey, вообще tiniq toza ekan. To'g'ri edingiz aka, beydan borib qiroqqa shuni tushirib qo'yasiz. Ha, suvga tushirmaysiz. Shunday qirog'iga tushirib qo'yasiz, ketaveramiz. Bu toza suv ekan. Tezkor bo'lsang bo'lardi, yo'qdan oldim. Ha, shu akaxonga ber. mana taraflarda ham olinganmi? O'tirgan yo'q deyapti. Mana Mehmonlarni yaxshi joyga olib keldim, cho'miltirgan. Yo'q aka. Chekka joylarga. Hamda bu tarafdan suv chiqib ketadi, eng toza joylar mana. Ba'da dachalar bor, jino'raslar. Arzon dachalar. Mashinalar, salqin. Ba'da mana cho'miladigan joy. Suvni tiniqligini qaranglar. baliqlar ko'rinmayapti kameraga baliqlar. Baliqcha nariroqda bor, laqqalar, katta-kattalar. Qayda bor? Ha shu 50-60 metr bor. Laqqani zohirda eshitib bo'lmasin. Boshqani zo'rcha ekan. Yo, bizga yevora olmasa kerak. Ben ketdim. Bor kelam. Yo'q, biror marta birontasini yeb qo'ygan bilmaymiz, to'g'rimi? Suvom bor, rahbari deb. Qanday keladi? Yo'q, baytib direktori O'sha direktor bo'lib keladi. Farruh 3. Kim ko'p turish deyapti ular suvda. Va vashi tiniq ekan. Umidjon har doimgidek hamma narsada olib. Umidjon parvarish kantini ham zo'r ko'rinyapti-da. O'lib qolgan yo'q. Kusto komandasi tiniq joylarda suvlardan cho'milib, sayohatni yakunlab, sohilga qaytyapti. Kapchkalarini chiqib ketyapti. Suv vachi tiniq. Mazza. Endi sekin hozir chiqib ketyapmiz. Mazza. Vachi tiniq shay ekan suvda xolos. Ha, mana. Ha. Yo'lni qarang, qaysi yo'l o'sha yo'l? Yakunlandi boshlagan ketdik.
ombordan chiqib ketdik. Oshigan ketyapmiz, xudo xolasa. Bu yerda kemping deydi, mana shunaqalar bor ekanda, do'stim qarang, mazza-yu, uni qarang. Oshga endi ba'zi xudo xolasa qo'qonchasiga osh. Birga bir qo'yya qo'y go'shiga kelaverasizlar. Mana keyin bo'ldi. Gapiryapman, rasm qilyapman. Mana kutib olyapti. Mana qo'llarda endi yumushga harakat qilibsiz-da, mana kelaveringlar. Farg'ona choyxonasi. Mana. Farg'ona choyxonasi. Ketdik biz oshga. Marhamat. Mana. Bombi bor. Qani xonimlar, assalomu alaykum. Necha Kelavering. Siz Alinda galasoyizda endi eshitdim-da. achchiq sho'rvalar biz keldi. Do'stim yaxshimikan achchiq sho'rvasi? Yaxshi. O'ta yaxshi. Bunaqa sho'rva ichmagan edim. Suyagini men oldim, mazali Alo. g'ajima. Chat bo'pti lekin borib. O'shanda bunaqa sho'rvachi. Va shu darak. Men bundan bitta ko'ring. bo'lmasa yoqimli ishtaha. Qani? Do'stim. Oling. Xo'jayin oshga qarang. Xudo xolasa shuning bilan safarimiz yakunlandi. Hali safar davom etadi. Zo'r joy bor, ha, hozir boramiz. Tosh yo'lda tushamiz, davom etadi safar. Joyni o'tirib. Do'stim maza qildim mana. Kelmadilar. Keyingi safar xudo xolasa Marg'ilon City'mi shunaqa degan joyga keldik. Abishkirdan shunday joyga olib keldi. Marg'ilon City'da yuribmiz. Endi Toshkent City'ni ko'rgan bolalarga bu Marg'ilon City qiziqmikan deyman-da. Endi Toshkent City'dan bu yerda farqi bu qadimiyligida-da. Bo'pti, ay bo'lmasa. Qadimiyligida. Beş bundan aka. Qarang, mana bitta to'xtab yurar kerak, hammasi har xilmi? Hammamizda bittadan quyon. Mana quyon. Hammada bittadan quyon. Chi. Mana quyonlarimiz bor. Ha, bolalarni o'yla, mana quyonchalardan olib oldi. Haqiqatan zo'r ekan. Mana bunday qilib turib, qaydan Qanday o'ynaydi o'zi? yurar ekanda. Tortadi u.
Ketdi. Ha. Bular ajoyib narsa oldi-da. Qani? Xudo xolasa, shu bilan ham safarimiz qaryapti. Achchiqjon do'stimizga rozi bo'lasizlar. katta rahmat. Sizni sharofatingiz bilan mazza qildik. Rahmat kelganlaring uchun xursand bo'ldim, kelganlaringni ko'rib, sizlarni ko'rib. Endi keyingi safar qolganlarni ham hammani kutib qolamiz. Maqtanishmas do'stim, mazza qildik. Hech bilmayman, anchadan beri. Xo'jayin, stresslashib Asqon ketdim. do'stim, bo'lma. Keyingi safar kelasan, men ham shunaqa holatga kelib qoldim-da. Unga bug'ilmagan, o'rtoqlar qolganlar ham kelsa, qani mana mazza. Bunaqasi bo'lmagan. Yo, niyat qildik, kelamiz dedik-ku. Bunaqasi bo'lmagan. Joyni ko'rib O'ta ketdik. mazza. Sarvardan ham intervyu olib qo'ying, Sarvarjondan. Do'stim, Mana do'stlarim maza qildim. Bunchalik maza qilmadim mana. yopib bering bitta. Kalanka bilan yop. O'ynab beraman. Cho'qida. Ha. Ancha pul ketdi. Yop, sog' bo'lasizlar. Mazza.